Kanalimiz rivoji uchun like va obuna bo'lishni unutmang. Makron AQShga qarshi javob choralari ko'rishni taklif qilmoqda. 2023-yil oxirida kuchga kirgan majburlashga qarshi kurashish vositasi Yevropa mamlakatlariga iqtisodiy javob choralari uchun kengaytirilgan vakolatlarni taqdim etadi. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron AQSh prezidenti Donald Trump ilgari surgan boj joriy etish tahdidi amalga oshadigan bo'lsa, Yevropa ittifoqining majburlashga qarshi kurashish ACI vositasini ishga solishni taklif etmoqda. Bu haqda Le Figaro va AFP xabar berdi. AQSh tomonidan savdo munosabatlariga nisbatan tahdidlar Yevropa ittifoqi va AQSh o'rtasida o'tgan yili tuzilgan bojlar to'g'risidagi kelishuvni shubha ostiga qo'ymoqda, deb yozadi Le Figaro Macronning yaqin hamkori so'zlariga tayanib. AFP agentligining xabariga ko'ra, Fransiya prezidenti kun davomida yevropalik hamkorlari bilan muloqotda bo'lgan dedi. 2023-yil oxirida kuchga kirgan majburlashga qarshi kurashish vositasi Yevropa mamlakatlariga iqtisodiy javob choralari uchun kengaytirilgan vakolatlarni taqdim etadi. Unga ko'ra, texnologiya korporatsiyalariga nisbatan qo'shimcha soliq va yig'imlar joriy etish, investitsiyalarni cheklash, Yevropa ittifoqi bozoriga kirishni cheklash yoki yopish imkonini beradi. Avvalroq Donald Trump Yevropaning 8 mamlakatiga nisbatan 10% boj joriy etilishini e'lon qilgandi.